Yaxshitaman. Iltimos meni kechiringlar. Bir qarashda haq huquqlari poymol bo'lganligidan norozi bo'lib, go'yoki zo'ravonlikka uchragan fuqarolar ichki ishlar organlari xodimlarining yoqasidan ushlab, haq huquqlarini talab qilayotgandek ko'ringan ushbu video lavha ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Aslida esa holat qanday bo'lgan edi? Joriy yilning 1-may kuni Denov tumani Mustaqillik ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l-patrul xizmati inspektorlari Saftor Hayitmurodov va Saftor Yo'ldoshevlar shaharning O'zbekiston va Mustaqillik ko'chalarida joylashgan chorrahada qoidalarning 4-bandiga amal qilmay, yo'ldagi boshqa harakat ishtirokchilarining harakatlanishiga to'sqinlik qilib, noto'g'ri manyovr bilan harakatlangan Lacetti rusumli avtomashinani to'xtatishadi. Saftor Hayitmurodov haydovchiga huquqbuzarligini tushuntirib, tegishli hujjatlarni taqdim etishini so'ragan vaqtda 1988-yilda tug'ilgan haydovchi xodimlarning qonuniy talabini bajarmasdan hujjatlarini taqdim etmay, jamoat joyida faol qarshilik ko'rsatgan. Shundan so'ng Saftor Hayitmurodov avtomashinani evakuator yordamida jarima maydoniga olib ketmoqchi bo'ladi. Nima zo'rmiz qoldalaring shunday? Ha? Haydovchi turmush o'rtog'i, qaynotasi, qayn opasi va qayn ukalarini telefon orqali chaqirib, Saftor Yo'ldoshevni bo'ynidan bo'g'ib, ushbu jarayonda o'zini og'ir bosiqligi bilan vaziyatni to'g'ri baholab, qo'shimcha yordam kuchi kelgunga qadar ziddiyatni yumshatmoqchi bo'lgan xodimlarga kuch ishlatib, tan jarohati yetkazib, body kamerasini yulib olgan. Holat yuzasidan shu kunning o'zida Denov tumani prokuraturasi va Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, huquqbuzarlar protsessual tartibda ushlanib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. His hayajonga berilgan holda xodimini yoqasidan ushlab tortib, haqoratlab, kiyimlarini yirtib tashladim. Hech kimga bu maslahat bermayman. Ming pushaymonman qilgan ishimdan, sizlardan xalqdan kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Men yaxshitaman. Iltimos meni kechiringlar. Boshqa qachon takrorlanmaydi. O'zim bilmagan holda jamoat odam ko'p edi. O'zimni nazorat qilolmay qiziq qoniqib, yoshlik ko'p aralashib qo'ydik. Hech kimga maslahat bermayman deb bunday ish qilishdi. Pushaymonman. Men kechirishlarini so'rayman. Qilgan qilmishidan pushaymon bo'lib, ko'zida yosh bilan uzr so'rayotgan mana bu shaxslar jamiyatda qonun ustuvorligi, ayb uchun jazo muqarrarligini afsuski kech tushunib yetishdi. Hozirda esa ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, barcha ishtirokchilar qamoqqa olingan. Ushbu holatni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organlari xodimlarini obro'sizlantirib, boshqacha mazmunda tarqatganlarga ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 195-2 moddasi bilan chora ko'riladi.